Okalar, o'sha mashhur Fiat 500 Italiya zo'r mashina. Aynan shu mashina haqida 5 ta ma'lumot berib o'tamiz. Balandligi mendan ozgina pastroq ekan, 1.48 ekan. Bu mashinaning uzunligi 357 ekan. Kichkina mashinaning og'irligi 920 kg ekan. Rasxoti bor yo'g'i 4.8 5 litr ekan. Zo'ra. 5-ma'lumot panoramasi ham bor ekan. Bu mashinaga 1 dan 5 gacha baho berib qo'yamiz okalar. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente. Bu mashinani nechta pulga olgan bo'lardinglar? Izohlarda yozib qoldiringlar. Men ungacha bu mashinaga qilgan ishlarimni tanishtirib o'taman. Bu mashinani toni kuzupini bron-plonka qilib berdik. Loklari bilan kurgovoy tonirovka, salon laminatsiya, tom qismini qora qilib berdik. Salon qismini qaranglar, stariy Italiya ob-havosini beryapti. Mana bu rullarini qarang, tablo, avarenkalarni ko'rib maza qilib salon ko'jalariga keramika surib berdik, hattoki rullariga ham. Ushbu xizmatimiz sizga qiziq bo'lsa, kommentariyada mashinangizni markasini yozib qoldiring, biz sizga javob beramiz.